Odatda uloq ko'pkarining taklifnomasi bo'lmaydi. Musobaqaning darigini eshitgan polvon va otbozlar hamda muxlislar borki, uloq chopiladigan manzil tomon oshiqadi. Surxondaryo telekanalining Ko'k maydon teleloyihasi ijodkorlari kun kecha qo'shni Qashqadaryo viloyatida Yakkabog' tumanida tashkil etilgan katta uloq ko'pkari musobaqasini kuzatib, lavha tayyorlab qaytdi. Hozir shu haqda. Hayda polvon! Ko'rsatib berasan! Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanining Serob qishlog'i Hisor tog' tizmasining yon bag'rlarida adirli hududda joylashgan. Ushbu manzil bilan Termiz shahri oralig'idagi masofa taxminan 300 kilometrni tashkil etadi. Aytish kerak, qo'shni Qashqadaryo vohasida xalqimizning milliy qadriyati bo'lgan ko'pkari o'yini so'nggi yillarda yanada ommalashib bormoqda. Yakkabog'da tashkil etilgan musobaqani yurtimiz va Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston kabi qo'shni mamlakatlardan kelgan minglab tomoshabinlar bevosita kuzatib borishdi. Yakkabog'ga mehmonga keldik. Mana 2 kundan beri kurash o'yinlari bo'lib o'tdi. Sport o'yinlari ota-bobolarimizdan qolgan asli meros bizgacha. Mana ko'rib turibsiz, qancha muxlis, qancha insonlar zavqlanib, mazza qilib tomosha qilyapti. Butun O'zbekiston, nafaqat O'zbekiston, bu Qozog'istondan, Qirg'izistondan, qolaversa Tojikistonlardan ham mehmonlarimiz kelgan. Ko'pkarining ashaddiy muxlisiman. She'rlar yozib turaman. Tog'lari va qorli Qashqadaryoni, suvi zo'r buloqdan Amudaryoni, polvonlari marchasur chempiondir she'rali. Ko'pkarisiz o'tmaydi bir zum to'ylari. Qush tulporlar ayirgan, avtomobil ayirgan Lacettiday otlari bir kelib ko'rginsin bugun Qashqadaryoni. Uloq musobaqasi juda qiziqarli tarzda o'tdi. Sovrin uchun 10 ta yengil avtomobil, 100 dan ortiq ot, tuya va boshqa qimmatbaho sovrinlar, pul mukofotlari qo'yildi. Yuragida o'ti bor alp chavandozlar qozondek qaynab turgan maydonga ot soldilar. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand va boshqa hududlardan kelgan eng sara chavandozlar, nomdor tulporlar qatnashib, musobaqaning qiziqarli va tomoshabob o'tishini ta'minladi. E'tiborlisi, mazkur uloq o'yinida Sheroboddan Ko'kkaptar, Muzraboddan Tornado laqabli otlar katta sovrinlar ayirdi. Shuningdek, Xolmo'min polvon Karavel laqabli ot bilan Muzraboddan afsonaviy Shoberdi Chabog'onning o'g'li Mardon Chabog'on Jiron laqabli tulpor bilan sovrin uchun qo'yilgan avtomobil zotlarini ayirib, muxlislar olqishi va bakovulning halol bahosiga sazovor bo'ldi. Ey vatanga rahmat! Bo'ldi sovrin, kekin bo'lsaga. Zo'r, Xudoga shukr, ko'pkarida ko'rni. Nima, qaysi ot bilan qaysi zot oldingiz? Surxondaryo, Muzraboddan Rahmatulloh juvon kenja o'g'li Abjal Chog'on, Jironi. Shover Chog'onning o'g'li kichkina o'g'li bo'laman. Chin ismi Baxtiyor. Laqabim Mardon deydi. Mardon Chabog'on. Ayirgan zotingiz? Ayirgan zotim bir Damas 500 dollar. Tabriklaymiz.